yaxshimisizlar? Xayrli tong hammaga. Anchadan beri mo'ljallagan sayohatimizni boshladik, xudo xolasa. Biz Oqqayinga ketyapmiz. Xudo xolasa juda ham qiziq bo'ladi. Tomosha qilinglar, azizlarim. Men yo'ldaman. Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Bugun Nargiz opa juda go'zal, asal. Buni qaranglar, vobshem hamma joy gul, yam-yashil. Tog'larni qaranglar, prям ko'zing quvnaydi. Shahar hayotidan chiqib juda go'zal joy ekan. Bu Oqqayin degan joy ekan, Bo'stonliq tumanida. Lekin shuni sharti bor ekan, bu yerga ruxsatnoma kerak ekan. Обязательно ruxsatnoma olib kelinglar azizlarim. Voy. Mana shunaqa dam olish kerak. Sog' bo'linglar. Vobshem ko'p, vobshem. Xuddi nimaga dengizga o'xshaydi, to'lqinlanib kelyapti. Bu yil vobshem suv ko'p. Ajoyib vobshem. Buni oqishini qara. Voy, asalime, mazza. Faqat qorin och. Endi nima qilamiz? Opa ovqat qiladi. Ajoyib ovqat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi qorin to'ydirish g'ami bizda. Boshladik. Tuz, zira. Muruch yaxshi ko'rganlar, muruch. Ozgina tomat. Nonimizga xamir qilamiz. Suv, ozgina suv solamiz, ozgina yog' solamiz. Xamirni ochish uchun dro'jni sovuramiz, tuz solamiz, ozgina shakar solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi qattiqligi o'rtachada xamir qilamiz. Xamirimni qilib oldim. Endi ona quyosh bilan xudo xolasa buni oshirishga qo'yib qo'yamiz. Shunda tur. Endi suv solamiz. Bitta tuxum, guruch, tuz. Ajoyib tiftelkalar. Tiftelkalarni guruchga botirib oldik. Frikadelkalarni sho'rvaning ustiga bostirib yubordik. Mana xamirim oshdi azizlarim. Asal bo'ldi, asal. Ovqatim o'zini bulochkalari bilan pishadi azizlarim. Buni qo'yib yuboramiz. Mana ajoyib ovqatim pishdi. Bittada 3 ta ovqat. Oh, nonlarimni qarang. Voy. Bu nonlarimni qarang. Tiftelkalarimni qaranglar. Tegida ajoyib, g'aroyib sho'rva. Voy. Bu nonchalarimni qaranglar. Bu sho'rvalarimni qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga tavsiya qilaman, osh bo'lsin. Idish-tovog'imni yuvaman desam, mana qaranglar, qo'zi qorinchalar. Har narsa bor bu tabiatda, har narsa ko'rasiz azizlarim.